Payg'ambarimiz alayhissalom nima dedilar? Musulmon xo'p, qo'rqoq bo'lishi mumkin, u bo'lishi mumkin, bu bo'lishi mumkin, lekin meni ummatim yolg'onchi bo'lmaydi deganlar. Bu nima degani? Yolg'onchi ummat bas degan. Agar shu shablonni yolg'onchi ummat bas degan shablonni olsa bilasizmi, hozir masjidda qancha odam qolar ekan? Qani yolg'on gapirmaydigan ummat. Hozir Alloh Muhammad subhanalloh deb chiqib ketyapti, aka chiqqanda yolg'on gapiryapti. Aldayapti. Aldamchi ummatim emas deganlar, bizdan emas deganlar. Yolg'onchi ummatim emas deganlar. Sunnatdan jirkangan meni ummatim emas deganlar. Sunnatdan uyatgan meni ummatim emas deganlar. Agar shu andozalarda olsa bilasizmi, holimiz voy bo'ladi. Lekin bu dunyoda olinmayotgan bo'lsa, qiyomatda olinadi bu andoza. Bu dunyoda shu talpada o'tirsangiz ummat bo'lib o'tiraverasiz. Hozir ichimizda narkosh yo'q deb o'ylaysizmi, nasha chekadigan bola. Zinokor yo'q deb o'ylaysizmi? 1 kilo yashaydi, 1,5 kilo qiladigan yo'q deb o'ylaysizmi? O'zini katta olib kibrli qiladigan boy yo'q deb o'ylaysizmi? Hoji aka yo'q deb o'ylaysizmi? Hammasidan bor. O'g'ri ham bor, tuhmatchi ham bor, yozuvchisi ham bor, boshini egib o'tirgan. Hammasi bor ichimizda. Nimamiz musulmon biz?